Biznikilar любой narsani jasaydi. Bir tegina o'ndash kerak bo'lsa ham, biz ustalar jasab beradi-da. Men Ahmed Avazbek temir usta bo'lib, o'sha O'sti bozoridagi ustaxonalarda ishladim. Otamning qo'liga tushganman. 10 yosharimdan beri ishlab, ulardan keyin bizga qoldi, bola chaqani o'rgatib o'tamiz. Asosiy ustalar, temir ustalar burunda bu. 300 yil tarixi bor. Ota-bobomizga qolganda bu. Ota meros deb qo'ydi. Bu yer 64-yil qurilgan buni, 64-yili. Men o'shanda 10 yoshar bola bo'ldim. O'shandan beri shu yerda ishladik, otamiz qo'lida. Rayonlardan kelsa taqamiq, o'roqqa, cholg'i o'roqda jasatishadi. Taqamiq jasatsa, undan ketmaydi har xil. Cho'ng kishini bıçaq jasatishadi. Ana remontga asosini odamlar rayonlardan eskilarini olib kelib remont qildirib ketishadi. Buni taqani o'lchab olsalar, bunday qarab turib jasab qo'yamiz-da. Bunday qarab turib sinimga qilib ko'zimiz bilan olib jasamiz to'g'ri chiqadi. Shunga o'rganish kerak. O'rganganmizda unga ko'p narsani bezrazmer qilganmiz biz. Približительно olsang to'g'ri chiqaveradi. O'rganib qolgandan keyin bilasizda qancha ketishini. Turistlar kelib, barligi birinchi bizga kelishadi. O, Qirg'izistonda bunaqa ustalar bor ekan deb so'raydilar haligi bizga ko'p kelishadi chet davlatdan, Yevropadan, Osiyodan. Biz ustalar har yili 5-10 ta, 20 ta turist keladi kamida.